Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. 1500 ming so'm olganlar uchun e'lon qilingan syurpriz nimani anglatadi? Bu pulni olgan odamlar nimaga e'tibor berishi kerak? Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Kimlar esa hujjatlarini darhol tekshirishi zarur? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki hozir ko'pchilik nafaqa, yordam puli, kompensatsiya, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni karta orqali olyapti. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda ortiqcha gaplarsiz, amalda kerak bo'ladigan narsalarni tushuntirib beraman. Avval ko'pchilik pul tutsa, davlatdan yordam keldi, mahalladan pul chiqdi. Bolalar puli bo'lsa kerak deb o'ylab, darhol sarflab yuborardi. Ayniqsa karta orqali 1500 ming so'm tutsa, odam avvalo qarzini yopadi. Oziq-ovqat oladi, kommunal to'lov qiladi yoki farzandiga kerakli narsalarni xarid qiladi. Lekin hozir vaziyatda bir muhim o'zgarish bor. Pul tushgan bo'lsa ham, uning manbasini, nima uchun berilganini, qaysi qaror yoki ariza asosida ajratilganini aniqlab olish kerak. Chunki ayrim holatlarda pul haqiqatan ham qonuniy yordam bo'ladi. Masalan, kam ta'minlangan oila uchun moddiy yordam, bolalar nafaqasi, bir martalik kompensatsiya yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali ajratilgan mablag' bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam xavotir qilmaydi, faqat hujjatlarni saqlab qo'yadi. Ammo boshqa holatlarda xato o'tkazma, noto'g'ri ariza, eskirgan ma'lumot, oilaviy tarkib o'zgarishi yoki daromad yashirilgani sababli keyin tekshiruv chiqishi mumkin. Shuning uchun men bugun aynan 1500 ming so'm olganlar nimani bilishi kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Oldin ko'p jarayonlar qog'ozda yuritilardi. Mahalla orqali ro'yxat tuzilardi. Fuqarodan ariza olinardi, keyin tuman bo'limiga yuborilardi. Ko'p odam hujjat topshirgandan keyin natijani aniq kuzata olmasdi. Pul tushsa tushdi, tushmasa hali chiqmagan ekan deb kutardi. Ba'zan oila tarkibi, daromad, ish joyi yoki pensiya ma'lumotlari vaqtida yangilanmasdi. Natijada kimdir haqli bo'lsa ham pulni kech olardi. Kimdir esa biror xatolik sabab ro'yxatga tushib qolardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Oila a'zolari rasmiy daromad, pensiya, aliment, tadbirkorlik faoliyati, avtomobil, ko'chmas mulk, bankdagi ayrim ma'lumotlar va boshqa mezonlar tekshirilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Endi yordam puli shunchaki kimningdir og'zaki tavsiyasi bilan emas, ko'proq ma'lumotlar solishtirilgan holda ajratiladi. Shu bilan birga, xatolik bo'lsa, u ham keyinroq aniqlanishi mumkin. Mana shu yerda syurpriz deganda odamlar turlicha narsani tushunyapti. Kimdir qo'shimcha to'lov kutyapti, kimdir qaytarish talab qilinadimi deb xavotirda. Kimdir keyingi oy ham tushadimi deb so'rayapti. Men ekspert sifatida aytaman. Birinchi navbatda pulning nomini aniqlang. Sizga 1500 ming so'm nima sifatida tushdi? Bir martalik yordammi, oylik nafaqami, kompensatsiyami? Subsidiya bilan bog'liq to'lovmi yoki boshqa davlat xizmati natijasimi? Mana shu savolga javob topilmaguncha pulni oddiy yordam deb qabul qilib bo'lmaydi. Eng avvalo, 1500 ming so'm olgan odamlar 3 guruhga bo'linadi. Birinchi guruh haqiqatan ham hujjat topshirgan, mezonlarga mos kelgan va to'lovni qonuniy asosda olganlar. Ikkinchi guruh hujjat topshirgan, lekin oiladagi daromad, mulk yoki tarkib bo'yicha keyin bahsli holat chiqishi mumkin bo'lganlar. Uchinchi guruh umuman ariza bermagan, lekin kartasiga pul tushgan yoki nima uchun tushganini bilmayotganlar. Eng katta e'tibor aynan 3-guruhga kerak. Masalan, bir ayol 3 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha ishsiz, oilaning rasmiy daromadi juda past. U mahallaga borib ariza bergan, pasport nusxalari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjati, bank kartasi ma'lumotlarini topshirgan. Keyin kartasiga 1500 ming so'm tushgan. Bunday holatda pulning tushishi mantiqan tushunarli. Lekin baribir u bank ilovasidagi to'lov izohini, SMS xabarni, ariza topshirilgan sanani saqlab qo'yishi kerak. Chunki ertaga qachon oldingiz, nima asosda oldingiz degan savol bo'lsa, u xotiraga emas. Hujjatga tayangan holda javob beradi. Ikkinchi misol, bir oilada rasmiy ishda ishlaydi. Oyiga 4000 ming so'm oladi. Ayol nomida kichik tadbirkorlik bor, lekin faoliyat yuritmaydi. Ular yordamga ariza bergan. Chunki real hayotda xarajat ko'p. Ijara, kredit, maktab, dori-darmon. Kartaga 1,5 million so'm tushadi. Bu yerda xavotir nimada? Elektron tizim tadbirkorlik faoliyati, rasmiy daromad yoki boshqa mol mulkini ko'rishi mumkin.
Agar oila mezonlariga mos kelmasa, keyin to'lov bo'yicha savollar tug'ilishi ehtimoli bor. Men bunday oilalarga darhol mahalla yoki mas'ul bo'limdan to'lov qaysi asosda tayinlangan deb yozma yoki elektron javob olishni maslahat beraman. 3-misol, bir yigit hech qanday ariza bermagan, faqat bank kartasiga 1.500.000 so'm kelgan. SMSda izoh noaniq. Masalan, ijtimoiy to'lov yoki shunga o'xshash umumiy yozuv turibdi. U menga ham nasib qildi deb pulni yechib oladi. Mana bu eng xavfli vaziyatlardan biri. Chunki pul noto'g'ri kartaga o'tkazilgan bo'lishi, boshqa odamning arizasi bilan bog'liq texnik xato bo'lishi yoki bankdagi ma'lumot noto'g'ri biriktirilgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda pulni sarflashga shoshilmaslik kerak. Avval bankka murojaat qilish, keyin mahalla yoki tegishli ijtimoiy bo'limdan aniqlashtirish zarur. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz ariza topshirgan bo'lsangiz, sizga to'lov tayinlangani haqida rasmiy xabar kelgan bo'lsa, oilangizdagi ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz daromadni yashirmagan bo'lsangiz va to'lov bank kartangizga o'z nomingiz bilan tushgan bo'lsa, odatda kuchli xavotirga asos yo'q. Lekin xavotir yo'q degani hujjat kerak emas degani emas. Hozirgi zamonda har bir to'lov bo'yicha iz qoldirish kerak. SMS, bank chek, ariza raqami, javob xati, mahalla tasdig'i kimlar albatta tekshirish kerak. Birinchidan, ariza bermagan bo'lsa ham pul olganlar. Ikkinchidan, oilada yaqinda o'zgarish bo'lganlar, turmush qurgan, ajrashgan, farzand tug'ilgan, kimdir vafot etgan, kimdir ishga kirgan, kimdir chet elga ketgan. Uchinchidan, nomida avtomobil, uy-joy, yer, firma yoki do'kon bo'lganlar. To'rtinchidan, bir xil turdagi yordamni 2 marta olganini sezganlar. Beshinchidan, boshqa birov karta raqamingni ber, pul tushirib beraman degan taklif bilan chiqqan holatlar. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pul kartaga tushgani uning abadiy sizniki bo'lib qolganini anglatmaydi. Agar to'lov noto'g'ri tayinlangan bo'lsa, tegishli tashkilot uni qaytarishni so'rashi mumkin. Albatta bunday talab og'zaki qo'rqitish bilan emas, rasmiy tartibda bo'lishi kerak. Kimdir telefon qilib pulni menga tashlab yuboring, bo'lmasa muammo bo'ladi desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pulni faqat rasmiy hisob raqamiga, rasmiy hujjat asosida qaytarish masalasi ko'riladi. Ikkinchi nozik jihat. Oilaviy daromad faqat qo'lga kiradigan naqd pul bilan o'lchanmaydi. Masalan, siz men ishsizman deysiz, lekin nomingizda yakka tartibdagi tadbirkorlik ochiq turibdi. Yoki menda daromad yo'q deysiz, lekin bank orqali muntazam pul aylanishi bor. Yoki turmush o'rtog'ingiz rasmiy ishda ishlaydi, lekin siz arizada bu ma'lumotni aytmagansiz. Tizim bularni keyin ko'rishi mumkin. Shuning uchun arizada har bir ma'lumotni to'g'ri ko'rsatish juda muhim. Uchinchi nozik jihat, bir martalik to'lov bilan doimiy nafaqani adashtirmang. 1.500.000 so'm bir marta tushgan bo'lishi mumkin. Bu keyingi oy ham albatta tushadi degani emas. Ba'zi yordamlar har oy beriladi, ba'zilari ma'lum muddatga tayinlanadi, ba'zilari faqat favqulodda yoki alohida holat uchun ajratiladi. Masalan, uy-joy sharoiti og'ir bo'lgan oilaga bir martalik yordam berilishi mumkin. Farzandlar soni, yosh chegarasi yoki ijtimoiy mezonlar bo'yicha esa oylik to'lov tayinlanishi mumkin. Shu sababli qo'shnimga ham tushdi, menga ham tushdi. Demak, hammaga bir xil deb xulosa qilish noto'g'ri. To'rtinchi nozik jihat, bank kartasi kimning nomida ekani muhim. Ba'zan odamlar o'z kartasi ishlamagani uchun qarindoshining kartasini beradi. Bu katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. To'lov sizga tayinlangan bo'lsa, imkon qadar o'z nomingizdagi karta orqali olish kerak. Aks holda keyin pul kimga tegishli, kim oldi, kim savollar paydo bo'ladi. Ayniqsa oilaviy nizolar, qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik yoki karta egasining qarzi bo'lsa, yordam puli xavf ostida qolishi mumkin. 5-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir 1.500.000 so'm olganlarga yana qo'shimcha pul chiqadi. Anketa to'ldiring. Karta raqami va SMS kodni yuboring. Plastikni tekshirib beramiz degan yolg'on xabarlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini yubormang. Telegramdagi noma'lum botlarga pasport rasmingizni, karta rasmingizni, yuzingiz bilan tushgan selfini jo'natmang. Rasmiy xizmatlar odatda SMS kodni so'ramaydi. Kartadagi pulni tekshirish uchun kod talab qilmaydi. Kod so'ralsa, bu deyarli har doim xavf belgisi. 6-nozik jihat, agar pul tushgandan keyin sizga bu pul xato tushgan, qaytar deb kimdir mahalladan
bankdan yoki boshqa joydan telefon qilsa, darhol vahimaga tushmang. Siz muloyimlik bilan iltimos rasmiy yozma xabar bering. Qaysi tashkilot, qaysi hisob raqam, qaysi qaror asosida ekanini ko'rsating deyin. Agar talab qonuniy bo'lsa, sizga tartib tushuntiriladi. Agar talab noqonuniy bo'lsa, odamlar odatda yozma hujjat berishdan qochadi. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, bank ilovasini oching va 1.500.000 so'mlik kirimni toping. To'lov sanasi, jo'natuvchi nomi, izoh qismi va karta raqami oxirgi raqamlarni ko'rib chiqing. Screenshot qiling, lekin uni internetga joylamang. Bu siz uchun dalil sifatida kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam. Agar ariza topshirgan bo'lsangiz, ariza topshirilgan joyni eslang. Mahallami, ijtimoiy himoya bo'limimi, davlat xizmatlari markazimi yoki onlayn portalmi? O'sha joyga murojaat qilib, menga 500.000 so'm tushdi. Bu qaysi to'lov turi, qaysi muddatga tayinlangan, keyingi oy ham davom etadimi yoki bir martalikmi deb so'rang. Javobni imkon qadar yozma shaklda olishga harakat qiling. Hech bo'lmasa murojaat qilgan sanangizni yozib qo'ying. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Sizga pasport yoki ID karta nusxasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, Niko yoki ajrim hujjati, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari, daromad haqida ma'lumot, ijara shartnomasi bo'lsa, ijara hujjati, nogironlik yoki kasallik bo'yicha ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkada saqlang. Chunki yordam puli masalasida ko'pincha muammo pul tushgan kuni emas, keyin tekshiruv bo'lganda chiqadi. To'rtinchi qadam, oiladagi o'zgarishlarni yashirmang. Masalan, turmush o'rtog'ingiz ishga kirgan bo'lsa, farzandingizning yoshi belgilangan chegaradan oshgan bo'lsa, oilangiz boshqa manzilga ko'chgan bo'lsa, yoki nomingizga mulk rasmiylashtirilgan bo'lsa, buni vaqtida aytgan yaxshi. Aytmasam bilinmaydi degan fikr hozir juda xavfli. Elektron bazalar kechroq bo'lsa ham ma'lumotni ko'rsatishi mumkin. 5-qadam, pulni sarflashda ehtiyot bo'ling. Agar siz pulning manbasini aniq bilsangiz, albatta oilangiz ehtiyojiga ishlatishingiz mumkin. Lekin manba noaniq bo'lsa, kamida aniqlashtirmaguncha to'liq sarflab yubormang. Masalan, 1.500.000 so'm tushdi, lekin siz ariza bermagansiz. Shu kuni hammasini yechib olib ishlatib yuborsangiz, keyin qaytarish talab qilinsa, sizga og'ir bo'ladi. Shuning uchun avval tekshiruv, keyin xarajat. 6-qadam, hech kimga pul chiqarib berish evaziga haq bermang. Ba'zi odamlar men tanish orqali 1.500.000 so'm chiqarib beraman, oldindan 200.000 so'm berasiz deyishi mumkin. Bu juda xavfli. Davlat yordami ijtimoiy to'lov yoki moddiy yordam qonuniy mezonlar asosida beriladi. Kimdir sizdan pul talab qilsa, bu korrupsiya yoki firibgarlik alomati bo'lishi mumkin. Bunday holatda dalillarni saqlang va tegishli tashkilotlarga murojaat qiling. 7-qadam, agar pul sizga noto'g'ri tushganini bilib qolsangiz, masalani yashirmang. Banka yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Murojaat matni oddiy bo'lishi mumkin. Mening kartamga falon sanada 1.500.000 so'm mablag' kelib tushdi. Men ushbu mablag'ning tayinlanish asosini aniqlashtirishni so'rayman. Mablag' menga tegishli bo'lmasa, rasmiy tartibda tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, siz vaziyatni halol va huquqiy yo'l bilan hal qilayotgan bo'lasiz. 8-qadam, agar sizga yordam rad etilgan bo'lsa, lekin siz haqiqatan ham muhtoj bo'lsangiz, sababini so'rang. Nega menga chiqmadi deb umumiy shikoyat qilishdan ko'ra, rad etish sababi qaysi mezon bo'yicha bo'ldi, qaysi ma'lumot asos qilib olindi, xatolik bo'lsa tuzatish tartibi qanday deb so'rash kerak. Ba'zida eski ish joyi turadi, eski manzil chiqadi, oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatiladi yoki daromad noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Bunday xatolarni tuzatish mumkin, faqat dalil kerak. Real hayotda ko'p uchraydigan yana bir holatni aytaman. Odamning nomida eski avtomobil bor, o'zi esa uni yillar oldin ishonchnoma bilan sotgan. Hujjatda esa avtomobil hali ham uning nomida. Tizim buni mulk sifatida ko'rishi mumkin. Yoki odam uyda yashamaydi, lekin ro'yxatda o'sha manzilda turadi. Oilaviy tarkib hisoblanganda bu ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun faqat men kambag'alman, menga berilishi kerak deyish yetarli emas. Hujjatdagi holat bilan real hayotdagi holat bir-biriga mos bo'lishi kerak. Yana bir misol, ayol bolalar puli uchun ariza bergan, lekin aliment masalasi hujjatlarda aniq emas. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan, lekin aliment undirilmayapti yoki norasmiy kelishuv bor.
Bunday vaziyatda mas'ul idora qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Agar ayol men hech narsa bilmayman deb yuraversa, to'lov kechikadi yoki rad etiladi. Agar u sud qarori, ijro hujjati, aliment bo'yicha ma'lumot yoki boshqa tasdiqlarni tayyorlab qo'ysa, ish ancha osonlashadi. Demak, 1500 ming so'm olgan bo'lsangiz, eng asosiy vazifa pulni kim yuborganini, nima uchun yuborganini va qaysi hujjat asosida yuborganini aniqlashtir. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xatolik bo'lsa, uni vaqtida hal qilasiz. Agar firibgarlar aloqaga chiqsa, ularga aldanmaysiz. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bank izohini tekshiring, hujjatlarni yig'ing. Mahalla yoki tegishli bo'limdan rasmiy javob oling. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Arizada yolg'on ma'lumot ko'rsatmang. Shu oddiy qadamlar sizni keyingi muammolardan himoya qiladi. Sizda ham 1.500.000 so'm tushdimi? Qaysi viloyat yoki tumandasiz? Pul qanday izoh bilan keldi? Sizga bu to'lov bir martalik dedilarmi yoki davom etadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun juda ko'p oilalarga kerak bo'lishi mumkin.